Faqat srochniy xushxabar. Ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga ajoyib srochniy hozirning o'zida yangilik bo'lib qoldi. Yo'lda, ro'ldaligimga qaramasdan sizlarga bu xabarni tezda yetkazay dedim. Albatta like arzisa, bir donagina tezda mana shu videoga like bosib, ko'proq odamlarga ish qidirib yurgan, musofirda qiynalib yurgan Moskva hamda Moskovskiy oblast territoriyasida 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan aka opa singillarimizga bugun ish chiqadi. Demak, sizlar tushunganingizdek, bu ish hamma uchun, aynan siz uchun ham ekan. Albatta videoga eng birinchi bo'lib like bosamiz. Mana shu videoni maksimal tarqatamiz va videoni oxirigacha ko'ramiz, chunki to'liq usloviyani men sizlarga hozir to'liq aytib beraman qo'ldan kelganicha. Undan keyin ekranda nomer chiqadi, nomerga tezda telefon qilaverasizlar. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar. Demak, biz boshladik. Avvalambor assalomu alaykum, Suhurda Musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 29-aprel 2025-yil. Bugun ajoyib vakansiya zakaz tushdi. Ham Moskvadan, ham Moskovskiy oblastdan ish qidirib yurgan aka opa singillarimiz hammani ishga qabul qilar ekan. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'ladi bu safar. 45 gacha emas. 18 dan 50 yoshgacha faqat Moskva yoki Moskovskiy oblast dokument bo'lishi shart. Shuning uchun tushunganingdek bu ish ofitsialniy ish bo'ladi. Bez dokument olinmaydi. O'zbekistondan kelsa bo'lmaydi. Yoki O'zbekistonda turib olib telefon qilmaylar. Tojikiston, Qirg'izistondan telefon qilish bo'lmasin. Bu ish faqat Rossiyada, aynan Moskvada, aynan Moskovskiy oblastda patent bilan ishlab yurgan aka opa singillarimizga. Xo'p, ish ofitsialniy magazinda, qayerda deydigan bo'lsanglar, magazinda tovar terish. Birinchi vakansiyamiz bu работник торговый zал deydi. Bu работник торговый zalda erkaklar ham, ayollar ham hamma ishlashi mumkin. Xo'p, bu ishimiz bez объем, smenalik bo'ladi, soat bay to'lanadi. Ya'ni soat bay degani ishga chiqdinglar, bir kunda 11 soat ishladinglarmi, ana shu 11 soatga yoziladi. 12 soat ishladinglarmi, 12 soat yoziladi. Magazinlar misol uchun har xil 24 soat ishlaydigan magazinlar bor. Ya'ni kuniga minimum mana bu tovar teradigan gruzchik desak ham bo'ladi. Bular kuniga minimum 3,5 ming rublgacha oladi. Soatiga 290 rubl, 300, 310 rubl mana shunaqa ko'rinishda pul olishadi. Bu работник торговый zalda. Endi agar siz yo'q, работник торговый zal emas, sborщик bor, ya'ni tovar yig'ish. Sborщик zakaz deydi, magazinning o'zida sborщик zakaz vakansiyasi bor. Agar siz mana shu sborщик zakazda ishlayman deydigan bo'lsangiz, ish chista объемga ishlanadi. Ya'ni объемga kuniga 3500 minimumdan boshlanadi. 3500 dan 7000 rublgacha kuniga ishlab topish mumkin, aynan kompletoshik vakansiyasida. Bunga erkaklar ham, ayollar ham hamma olinadi. Bu ikkala vakansiyamiz ofitsialniy ish bo'ladi, magazinning ichida. Oyligi bir oyda 2 marta, har hafta avansi bor. Obed tekin. Ikkalasida ham kompaniya bir xil usloviya, ya'niki yotoq joy bermaydi. Bu ishlar ham Moskva, ham Moskovskiy oblastda uyingiz yaqinida, misol uchun Moskvadagilar metro yaqinlarida joylashgan. Moskovskiy oblastdagilar o'sha uyingizning atrofidan magazinlardan, Основной Вкусвилл magazinlaridan, Dixie magazinlaridan, Asha magazinlaridan, shunga o'xshash Fix Price magazinlaridan qaysi birida vakansiya bo'lsa, shunisidan sizlarga topib berishadi. Siz qayerda qanaqa vakansiya borligini bilmoqchi bo'lsangiz, mana ekranda nomer turibdi. Moskva dokumentingiz bo'lsa, telefon qilib, mana dokumentim Moskva desangiz, metroyingizni aytsangiz, shunga qarab sizga uyingiz oldidan ish topib berishadi. Borib, qatnab kelib ishlab kelaverasiz. Sizga obed beriladi kompaniya tomonidan, forma beriladi kompaniya tomonidan. Qatnab borib ishlab kelaverasiz. Undan tashqari Moskovskiy oblastda bo'ladigan bo'lsangiz, men Moskovskiy oblastdaman, polniy paket dokumentim bor desangiz, o'sha oblastda qaysi rayonidasiz? Misol uchun, kimdir Pushkinada bo'lishi mumkin, kimdir Podolskda bo'lishi mumkin-da. Shunga qarab Podolskdaman desangiz, ana shu Podolskdagi ochiq vakansiyalar, ya'ni bo'sh ish o'rinlarini sizlarga tavsiya etishadi. Sizlar borib, o'sha joyga o'zingizlar magazinning direktori bilan o'sha joyda gaplashib, yo'qsa o'sha magazinda
bugunni o'zidan, xohlasanglar hozirni o'zidan ishni boshlab ketsanglar bo'laveradi. Mana shunaqa ajoyib imkoniyat magazinlardan sizlarga tavsiya etilyapti. Bunga opt bo'lish shart emas. Ish o'rgatiladi. Qancha ko'p tovar tersangiz, shuncha ko'p oylik olasiz. Mana bu kompletoshilikda. Men bilaman, kompletoshilik vakansiyasida ishlab turib, kuniga 5,5 ming, 6 ming, 7 ming rublgacha ishlayotgan o'g'il qizlarimiz bor. Bu realni olayotgan summasi. Shuning uchun agar siz ham shunaqa summa ishlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga patentingiz bo'lsa agar ekrandagi nomerlarga hozirdan aloqaga chiqib, Zuhurda Musofir kanalidan oldim desangiz, sizlarga yana batafsil ma'lumotlarni berishadi. Sizlarga nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerlardan yana o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotni albatta olsanglar bo'laveradi. Sizlar uchun ekrandagi nomerlar albatta 24 soat qo'lidan kelgancha harakat qilib xizmat qiladi. Shuning uchun bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilamiz. Kimga mana shu ishimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, kim magazinda mana shunaqa tovar terib, gruzchilik qilib yoki o'sha kompletoshilik qilib tovar yig'adigan bo'lsa, bemalol yoqsa telefon qilinglar, bizning safimizga qo'shilinglar. Inshaalloh Xudo xolada bu ish ishonchli, ofitsialniy, aldamaydi. Oyligi ham juda ham zo'r va qulay. Ya'ni kuniga minimum 3,5 ming rubldan boshlab to o'sha 150 ming rubl, 160 ming rubl oylikni mana shu magazinni o'zida ishlab turib ham olish imkoniyatiga egasizlar. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun ekrandagi nomerlarga hozirdan aloqaga chiqish kerak bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni o'zingizlar uchun albatta telefon qilib o'tashit qilib olsanglar bo'laveradi. Mana shunaqa gaplar bugungi Zuhurda Musofir kanalida Moskva hamda Moskovskiy oblast bo'yicha ish chiqdi. Inshaalloh keyingi videolarimizda qayerlardan sizlarga yana ishlar chiqaraylik, bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz sizlarga qo'limizdan kelgancha izlanamiz va o'sha ishlarni o'sha shaharlardan chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhurda Musofir bo'ldi. Keyingi efirlarimizni o'tkazib bormaslik uchun albatta Zuhurda Musofir kanalida uzoqlashmaysizlar degan umiddaman. Kuninglar, tuninglar osud bo'lsin. Musofirda o'zinglarni ehtiyot qilinglar.